Ovqat yeyish bo'yicha moldan farqimiz yo'q. Assalomu alaykum. Restoranimizga xush kelibsizlar. Va alaykum assalom. Birinchi, ikkinchi, uchinchi buyurtmani aytsanglar, iftorlik vaqtiga navbati bilan olib beraman. Nima? Birinchi, ikkinchi, uchinchi? Faqat birinchi, ikkinchi, uchinchi emas, restorandagi barini olib keling. Stolda bo'sh joy qolmasin. Ha, yana sheriklar bormi? Bizni kim deb o'ylayapsiz? Bu yerda chempionlar o'tiribdi. 1 kilo oshni 3 kishi yeb, $100 yutib kelganlardanmiz. Ovqat yeyish bo'yicha moldan farqimiz yo'q. Instagramga video qo'yamiz. Dasturxonimiz to'la bo'lishi kerak. Go'yoki bizni faqat to'qlar ko'radi. Ustiga ustak, saharlikni ertalab 5 ta qilganmiz. Kuni bo'yi uxlab, qornimiz ham ochib ketdi. Ro'zada axir obed qila olmayapmiz-ku, to'g'rimi? Shuni o'rnini to'ldirishimiz kerak. Bosib olib keling. Axir ro'za faqat obedda taomlanmaslik-ku, to'g'rimi? Tushundim. Demak, sizlarga xurmo bilan suv olib kelaman.